Odamlar u odamlar! Eshitmadim demanglar! Dorboz Musbatoy arqon ustida tomosha ko'rsatmoqchi! Kelinglar, tomosha qilinglar! Tomosha ko'rsatmoqchi emish. O'zi zo'rg'a turibman-ku. Tomosha ko'rsataman. Musbatoy! Unaqa javob bermaydi. Labbay, dadajon yoki bobojon deyish kerak. Boshidan boshlaymiz. Musbatoy! Labbay, manfiy bobojon. Qani bir dor ustida sakrab yurib berchi. Manfiy bobojon. Labbay Musbatoyxon qizim. Yerga arqon tortib turing. Tushganimdan keyin sakrab yuraman. Mayli. Tushib ol, yana dor ustida sakrayman deb yiqilib tushmagin. Keyingi safarchi dor ustiga sen chiqasan. Bu juda ham vahimali ekan. Menda undan ham zo'r taklif bor. Qanaqa taklif? Kelyapsiz, qo'limizdan kelgan ishni qilib, dorbozlar tarixi haqida bilganlarimizni aytib beramiz. Dorbozlik, dor o'yin, baland dor ustida o'yinlar ko'rsatish tomosha san'ati taxminan 2,5 ming yil oldin Sharqda paydo bo'lgan. Keyin esa butun dunyoga tarqalgan. Qadimdachi dor pastroq qurilgan, mashqlari ham soddaroq bo'lgan. Davri o'tishi bilan dor balandlashavergan, mashqlar ham murakkablashgan. 18-asr oxirlaridan boshlab esa sirk sahnasida ko'rsatiladigan bo'lgan va uni ajralmaydigan bir bo'lagiga aylangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Amur Temur saroyida ajoyib dor o'yinlari ko'rsatilgani yozib qoldirilgan. O'tmishdachi o'zbek dorbozlar Xitoy, Hindiston, Afg'oniston, Eronda 18-19-asrlardan boshlab Rossiyada o'z mahoratlarini ko'rsatgani to'g'risida ma'lumotlar bor. O'zbek dorbozlari 25-30 metr balandlikda o'rnatilgan ustunlarga qiya qilib tortilgan arqon ustida langar cho'p bilan turli tomoshalar ko'rsatishgan. Dor tagida esa polvonlarning chiqishi, raqqosalarning raqslari namoyish qilingan. Registonlarga, bozor atrofida yig'ilgan xalq yog'och oyoq, nayrangbozlik, besiyak, muallaqchilik tomoshalarini mazza qilib ko'rishgan. Ayniqsachi askiyachilarning, masqarabozlarning chiqishi kayfiyatlarni ko'targan. Manfiybek, Ha? gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Dorga chiqqanda qattiqroq qo'rqar shekilli. Men Manfiybekman. Yo'q, gulman yoki rayhonman deyish kerak edi. Gulmasman-ku, Manfiyman. Askiya qilamiz degandim, askiya. Shunaqa demaysanmi? Mayli, boshdan boshla unda. Mayli, Manfiybek. Manfiybek, Labbay. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Voy, jambul bo'la qolay. Juda yaxshi-da. Davomichi? Davomini ertaga aytaman. Doim shunaqa. Bo'pti.